Turdingmi uyqudagi go'zal? Junurson o'choq hazillashadigan paytmi? Bugun nima qilamiz? Orqangdagi xonadan akemni olib chiq, emtorga tegini ko'rma. Okey. Ishlatilganmi deyman-da. Nima farqi bor? Bu sening hayotingni asrab qola oladi zato. Bo'ldi, okey. Hozir nima qilamiz? Hozir biz o'rmonni tozalaymiz va g'orlarni tekshiramiz. Tuxumlar yo'qmi ekan? Okey. Junurson mana bu yerda zombi turibdi. Zombi deysanmi? Ha, Junurgur ahmoq. Zombilar yo'q. Junurson. Shuncha zombi nima qotdi bu yerda? Voy, Junurson maxluqlarni. Yo'q. Ahvol juda ham jiddiy deganmidim senga. Sen ishonmading. Bu hali boshlanishi, Junurson. Yo'q. Hali bular juda ham kichikna. Yaxshi ham zombilar katta bo'lib ketmaydi. Yo'q gapirishini qara. Tezroq o'ldirsenchi ovchi. Junurson, mana bu yerda ham kita bor ekan. Kiti? Yo'q. Junurson. Ovchi yordamlashvorsenchi. Nima qilay? Uchta ekan, yo'q. Mos chiqib olganmi bu ahmoqlar? Junurson, tezroq ketish kerak bu yerdan. Mana shunaqa g'orlarni tekshiramiz. Bu g'orda hech bola yo'qligiga aminman, lekin mana bu mahluqlar chiqqaniga qaraganda konchi bu yerni tekshirish shart. Konchi tekshiradimi? Katta g'orlarni konchi tekshirsin, chunki men qo'rqaman. Qo'rqasan? Ovchi qo'rqmaydi deb o'ylagandim. Nima? Ustimdan kulyapsanmi bu mahluq? Kattasi qanchalik kuchliligini bilasanmi? Endi hozir men kichiklarga qaraganda ancha-muncha kuchli bo'lsa kerak. O'shaning uchun ham tushkim kelmaydi. Bularning onasi ancha katta bo'ladi. Junurson yo'q-e? Xuddi chumolilarga o'xshaydi. Onasi nechta bo'ladi taxminan? Katta ehtimol bilan 3 ta. Agar konchi to'rayotgan bo'lsa, 3 ta onasini ham o'ldirsak, bular bartaraf bo'lish ehtimoli bor. Yo'q-e? Xuddi shunday, lekin onasini o'ldirish oson emas. Demak, tushunarli. Yo'q, mamalar ko'pligini-chi, Junurson. Onasini qanaqa o'ldirmoqchisizlar hozir shunda? Konchini qandaydir rejasi bor ekan. O'sha bo'yicha o'ldirsak kerak menimcha, Junurson. Yo'q. Bo'ldi, okey. Xo'sh, yo'q, buncha ko'p bular. Menga yordam ber, Vince. Yo'q, hozir. Puli ko'payib ketdi-yu. Bo'ldi, o'ldirdim. Okey. Xo'p. Davayte. Yo'q. Tez bo'la qol, Vince. Qolib ketyapsan. Okey, hozir yetib olaman. Junurson. Hop. Bo'la qol, Vince, qolib ketma. Bo'lmasa o'lib ketishing mumkin. Okey, ketaman, lekin patronim ozgina qoldi. Iloji boricha kamroq ishlat. Yo'q, u yerda juda ham ko'pga o'xshaydi. Aynan shunday mahluqlar. Demak, zombilar yo'q. Demak, u yerda g'or bo'lishi kerak, Junurson. Yo'q, buncha ko'p bo'lmasa-ya. Ularni o'ldirish kerak, Vince, tezroq bo'l. Yo'q. Qanaqasiga shunchalik ko'payib ketishi mumkin? Demak, bu yerda g'or bor. Boya aytdim-ku senga. Okey, ketaman. Xo'sh. Qayerda ekan Junurgur g'or? Yo'q, mana bu yerda ham bor ekan. Bo'ldi, o'zim o'ldiraman, Junurson. Okey. Patronni behuda ishlatma. 6 ta dona qoldi. Yo'q, men buni o'ldirish kerak. Yo'q, qilishni o'ldirib bo'lmas ekan. Qochish kerak bu yerdan. Nima? Bu yerda yo'qligi aniq, chunki ular yanada ko'payyapti. Demak, g'ordan chiqishyapti. G'ordan? Xuddi shunday. Xo'sh. Mana bu yer ekan. Mana xuddi shu g'or. Okey, hozir pakel topib olay. Nima? Qo'lingni ushlab bersang bo'lmaydimi? Junurson topa olmayapman universitetimdan. Tezroq bo'l. Ovchi orqamizdan hujum qilishyapti o'sha. Okey. Yo'q. Junurgurlarni o'ldirish kerak. Bo'ldi, topdim. Qani bu yerga kel, Vince. Junurson. Aniq mana shu yerdan chiqishyapti, lekin bitta ham tuxum yo'q. Demak, hammasi ochib chiqib bo'lgan, Junurson. Ularni tozalab tashlash oson bo'lmasa kerak. Yo'q, uning yarmi tarqalib yetib bo'lgan. Aniq u. Bo'lishi mumkin. Har xil joyda. Yo'q, orqamdan Junurson, hujum o'lib ketaman hozir. Yo'q. Ehtiyot bo'l, Vince, ehtiyot bo'l. Okey, ketaman. Yo'q. Vince, kela qol, Vince. Chekinamiz. Bo'ldi, ketaman. Yana bir g'or bo'lishi kerak. Chunki bizning tarafda bunaqalar juda ham ko'p edi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mana bu yerda ham ko'p ekan. Demak, bu atrofda ham qandaydir g'or bo'lishi kerak. Nega o'zi faqat g'orga tuxum qo'yadi u jinni?
Endi nima deysan, Vins? Axir u peka bo'lsa, o'zga sayyoralik maxluq. O'zga sayyoralikmi? Shunday dedi menga konchi. Ha, okey, yo'q, bu yerda suv bor. Demak, aniq bu yerda emas. Okey, faqat tezroq bo'l, faqat o'lib ketamiz bo'lmasa. Ha, juda ham sekin yurganimning maqsadi ham aynan shu. Nima, o'lmoqchimisan? Yo'q, qon qidiryapman. Ha, okey, bo'ldi. Uyimizning yonidagi kon esa juda ham g'alati, jin ursin. Balki men uyimga borarmiz, Hozir seni uyimga borsam nima bo'ladi bilmayman. Tezroq bo'la qol, Vins, qolib ketyapsan. Okey, ketyapman. Yo. Mana bu maxluqlarni-chi, bu konga hech qachon tushmayman. Nimaga? Bu konni konchini o'zi tekshiradi. Okey. Tezroq kela qol, Vins, tezroq. Okey, ketyapman. Xo'sh, yaxshi, tezroq bo'l, tezroq. Eshikni nima yo'q qo'yapsan? Yo'q. Aytgancha Vins telefoningni ber, men nima deyotganini videoga olib kelaman. Okey. Xo'sh, olib olaman. Bo'ldi, men hozir qishloqqa borib videoga olib kelaman. Sen haqingda nima gap bo'layotgan ekan? Okey. Yo'q, ketvordi. Jin ursin. Yo'q. Do'stlar, ko'rdinglar, maxluqlar juda ham ko'p. Bulardan yashab qolish juda ham qiyinga o'xshayapti. Yaxshi ham bizda qurollar bor, bo'lmasa tamom bo'lishimiz aniq edi. Yo'q. Jin ursin. Mahvola bu, Ozgina patron olishim kerak, jin ursin. Bo'lmasa bo'lmaydi. Yana bunker yonidagilarni tozalab qo'yay. Yana ovchi kelganda hammasini o'ldirib ketmasin. Okey, ovchini o'ldirishmaydi endi. Mana bu maxluqlarni qaranglar, shunday turibdi-ya. Sen yeyman deganday, jin ursin. Yaxshi. Bularni ham olamiz va ozgina o'tirib ovchini kutamiz bo'ldi. Chunki juda ham charchadim. Bu tushib qopti, buni qo'yib qo'yamiz. Okey. Yaxshi, jin ursin. Bo'lmasa ozgina kutamiz bo'ldi ovchini. Ovchi keladi degan umiddaman bo'ldi. Yo'q. Jin ursin. Oradan shuncha vaqt o'tdi, lekin ovchi kelmadi. Ishqa bo'lib qolmagan bo'lsa bo'ldi edi. Yo'q. Vins keldim. Yaxshi, seni haqingda o'ylab turgandim. Qisqasi juda ham og'ir vaziyatga tushib qolibsan. Mer hammaga qidiruv beribdi. Qisqasi videoni o'zing ko'r. Yo'q. Juda ham yomonga o'xshaydi. Jin ursin. Okey, hozir ko'raman. Davay. Tezroq bo'l, Vins. Okey. Qisqasi sizlarni chaqirgandan maqsad Vinsni tutish kerak, chunki qishlog'imizga putur yetkazyapti. Uni tutganga 10 million so'm bonus. Tezroq tutinglar, faqat tezroq. Okey, tezroq. Biz tutamiz. Yo'q. Shu darajada o'lib ketdimi? Jin ursin. Ko'rdingmi, Vins, juda ham yomon ahvol. Jin ursin. Shuncha yetilga meni qidiruvga berishdimi? Yo'q. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Vins bo'ldi. Sizlar videoga like bosib, uni qo'shingizlardan chiqmasin. Bolalar ko'rib turibsizlarki, meni qidiruvga berishgan. Bu juda ham yomon. Jin ursin. Endi nima bo'ladi, Yo'q. Nima bo'lishini keyingi videoni kutib qolinglar. Keyingi videoda bilib olasizlar. Yo'q. Bo'lmasa hammaga ko'rishguncha deb qolaman do'stlar.